Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yurtimizdan yetishib chiqqan ulamolarimizning bizga qoldirgan ilmiy meroslarini o'rganish va uni xalqimizga yetkazish ulkan vazifadir. Jumladan Al-Hakim At-Termiziy hazratlarini bosib o'tgan hayot yo'llari biz uchun beqiyos namunadir. U zot Termiz shahrida tug'ilgan bo'lib, 750-869-yillarda yashab ijod qilgandir. 80 dan ortiq asar muallifi hisoblanadi. Naql qilinishicha, yoshlik paytlarida ikki do'sti bilan birga ilm o'qishlikka kelishib, safar harakatiga tushadi. U holatni ko'rgan onasi: "Ey o'g'lim, meni kimga tashlab ketyapsan? Axir sendan boshqa hech kimim yo'q. Sensiz chidolmayman", deya zorlik bilan yig'laydi. Onasining bu holatini ko'rgan Hakim Termiziy sheriklariga: "Men onamni norozi qilib ketolmayman", deb safarni tark qiladi. Shundan so'ng ikki do'sti ilm o'rgangani ketadilar. Bir necha kun o'tganidan keyin Hakim Termiziy hazratlari otasining ziyoratiga qabristonga borib zorlik qilib, "Do'stlarim ilm o'rgangani ketishdi. Oz vaqtda ular ilmli bo'lib keladilar. Men esa ilmsiz va johilligimcha qoldim", deya yig'lay boshlaydi. Shu payt bir nuroniy kishi uning yoniga kelib: "Ey farzand, nega yig'layapsan?" deb so'raydi. Hakim Termiziy: "Men ikki do'stim bilan birga borib ilm o'rganishga kelishgan edik. Ular ilm o'rgangani ketdilar. Men esa onamning roziligini xohlab ketmadim. Ilmsiz qoldim. Shuning uchun yig'layapman", deydi. U kishi: "Xohlaysanmi, har kuni kelib men senga ilm o'rgataman. Do'stlaringning ilmidan ham ko'proq ilm hosil qilasan", deya javob beradi. Shunda Hakim Termiziy: "Koshki ilm olsam edi", deydi. Shundan so'ng Hakim Termiziy hazratlari o'sha joyga borib har kuni ilm ola boshlaydi. 3 yil mobaynida har xil fanlardan ilm o'rganadi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Hakim Termiziy hazratlariga dars bergan nuroniy zot Xizr alayhissalom bo'lib chiqadi. Bu holat, bu ilm Hakim Termiziyga onasining roziligidan hosil bo'ldi. Bundan ma'lum bo'ladiki, ilm talabida yurgan kishi ilm olishlik bilan birga ota-onasining roziligini ham ado qilmoqligi lozim bo'ladi. Zero ota-onaning roziligi Alloh roziligidir.